qarindoshlarim ko'rsin, ziq bo'lmanglar, shunday meni kulib eslanglar deb bechara. Shunaqa ham irodali ayol bo'ladimi? Men shunaqangi irodali baquvvat jiganim borligidan men g'ururlanaman. Bitta boshqa ma'noda aytmoqchiman. Hurmatli singillarim, ayollar, opalarim, avvalambor o'zlaringiz sog'liqlarga e'tibor beringlar. Mana shu jinsiy kasalliklar bo'ladi, har xil bachadan kasalliklar, oshqozon, ichak kasalliklari. Hadeb dori ichib, tabletka ichib, og'riqlarni qoldirmanglar. Erta protsess ketyapti, erta shamollash ketyapti. U bizlar nervit qilib, o'z vaqtida ovqatlanmasdan boshqa narsa qilgandan keyin rakka aylanib ketyapti. Bunga holatlar qancha minglab holatlarni ko'ryapmiz. Bolam chaqam shu instinktga kirib qolyapmiz. Bolalar o'zimdan o'zi o'sadi boshqa. Mana shu Nodirani bolalari, farzandlari Jamshid Madinalar aytadi, ayajon deyapti-da, o'ligini ustiga borib qo'yib, bizlarni o'ylab nima qilardingiz, o'zingizni o'ylamasmidingiz, boshqa qilardingiz deb. O'zingizni o'ylagangiz biz sizdan xafa bo'lmasdik deydi-da. Shu uchun deb bolalarni hadeb o'ylamaylik. O'z vaqtida biz tekshirib turaylik, iloji boricha